Jahon chempionati ham o'z nihoyasiga yetdi. Rodri boshchiligida Ispaniya terma jamoasi 2026-yilning mutlaq g'olibiga aylandi. Ispaniya terma jamoasi finalda Argentinani 1-0 hisobi bilan mag'lubiyatga uchratdi va shu tariqa g'alaba qozondi. Bu o'yinga keladigan bo'lsak, 82-daqiqada sariq kartochka olgan Enzo Fernandes bu narsaga qaramay aynan yana o'zi bilib turib qo'pollikni qildi va 95-3-daqiqada maydonni tark etdi. Ikkita sariq kartochka bu qizil kartochka aylanib maydonni tark etdi va ekstra time bo'limiga bir kishi kam bo'lib o'tdi Argentina terma jamoasi va birinchi taym ham o'z nihoyasiga yetdi shu tariqa va ikkinchi taym ham boshlandi ekstra taymning va boshlangishidan voq argentinaliklar mag'lubiyati boshlandi. 1-0 hisobida hisobni ochdi Ferran Torres Nicolas Junior bergan past orqali va Ferran Torres gol urdi. 106-daqiqada, 62-daqiqada zaxiradan tushgan Edi Mikel Oyarzabal o'rniga va shu tariqa g'alabani ilib ketdi va Ferran Torres ham eng yaxshi o'yinchi bo'ldi finalning va bu tariqa g'alaba qozongani uchun bo'ldi. Agarda Argentina terma jamoasi g'alaba qozonganda Emiliano Martinez bo'lardi darvozabon, chunki u juda ham ko'p sayflarni amalga oshirdi va eng katta balni ham Emiliano Martinez bo'ldi. 9-6 ochko bilan u baholandi. Argentina terma jamoasi mag'lubiyatga uchragani uchun u bu va MVP, ya'ni o'yinning eng yaxshi o'yinchisini olmadi va Emiliano Martinez shu tariqa xafa bo'lib chiqib ketdi. Shu tariqa 2026-yilning eng yaxshi o'yinchilari ham bitta ham gol o'tkazib yubormagan demaymiz. Bitta gol o'tkazib yuborgan edi Belgiya terma jamoasiga qarshi o'yinda va to'laqonli g'alaba va bitta durang bor Ispaniya terma jamoasida. Ispaniya terma jamoasi shu natijalar bilan finalda g'alaba qozondi va Ispaniya terma jamoasini haqidagi o'zingizning fikringizni yozib qoldiringizlar finalda. Fikrlaringizni kommentariyaga va kanalimga obuna bo'lib like bosishni ham unutmang.